Pomidorimizni cho'rkadan o'tkazib olamiz. Tuxumni chaqib solamiz. Mana to'g'ralgan ko'k piyoz, tabga ko'ra tuz, aralashtirib olamiz. Un, razrihlicha solamiz. Unni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shundan keyingina suv solsanglar qamoq-qamoq bo'lmaydi. Yaxshilab aralashtirib oldim. Endi o'simlik yog'i solamiz. Yog' solib oldim. Endi mayda to'g'ralgan piyozimizni solamiz. Qovurishda davom etamiz va ustidan svetnoy bolgarskiylar mayda kubik qilib qovurib olamiz. Tuxumga tuz solib oldim. Yaxshilab aralashtiraman. Qaranglar qizlar, qancha miqdorda ozgina mana ustidan quyib yuboramiz. Buni quyaman, bolgarskiylarni solib oldim. Qizajonlar tabga ko'ra ozgina zelen aralashtirib massani ustidan quyib yuboramiz. Mana quyib yuboramiz. Ustidan eriydigan sirlarimizni sepib, pastroq olibda dimlab pishirib olamiz.